Bu joyda ozgina turbalarni sakratishga to'g'ri kelib qoldi. Nima sababli? Chunki bizada ikkita radiator, ikkita topli pol turbasi bo'lgani uchun shunaqa sakrab qoldi. Bizdan ozgina beton o'ydikda turba sig'adigan darajada. Уже turbalarni tagidan olib o'tdik. Agar buni ustidan olib o'tadigan bo'lsak, kamida 15 sm sechka bo'ladi. O'shaning uchun biz maksimumi bu turbalar ustidan 4 sm sechka qiladigan bo'ldi. Общий mana shu yer hisobida sechka shu balandligi 10 sm bo'ladi. Общий 3 sm poke, 1,5 sm topli pol bo'lsa, qolgan 6,5 sm sechka bo'ladi. Общий. Xo'p. Bu yog'i kelayotgan главный katenadan kelayotgan turbalarimiz. Xo'p. Birinchi tochkasigacha 40 kelyapti, ikkinchi tochka topli pol, ikkinchi tochkaga уже 32 kichikaytirib borilyapti. Nima uchun? Ertaga o'sha yetkazib berish uchun suvlarda o'sha hisob kitobida shunaqa proyekt chizganmiz, shunaqa berildi. Kompyuterga hop bu yog'ini 40, bu yog'ini 32 da boshlab ketyapmiz. Topli pol главный shaxtamiz 40 kelyapti. 40 kelib turib, главный shaxta katenadan 50 kelib turib, 50 ikkinchi etajga, 40 uchinchi etajga chiqib ketyapti. Главный 50 qilib olganmiz, qolganini 40 ming. Har bittasini 40 kelib turib, bu yoqda yana 40 kelib turib, 32 bu yoqda 32 nariga ikki tomonga tarqalib ketdi. Xo'p. Ob'yomimiz juda ham katta. 8 kvadratdan oshiqroq uyimiz bor. 4-etaj ham bor. Podval ham bor o'zimiz. Hop, уже montaj ishlari bo'lgan. Izolyatsiyamiz bo'lgan. Izolyatsiya уже geberit. Hop. Уже mana qotib qo'l bilan tortsa chiqarib ketmaydi. Ertaga mustahkamligi 140 kilogacha ko'taradi. Bu dush joyimiz, sakson qoldirganmiz, dush joyimiz mustahab bo'ladi. Rakvina joyimizni 60 qoldirganmiz. Unitaz joyimiz 90 общий. Izohlarda kommentariyada yozinglar, nima haqida video chiqarishimizni xohlaysizlar. Bu sushka kiyim quritishga suvning yo'lidan olinadi. Suv 24 soat ishlagan paytda o'sha payt bemalol otoplenniy yo'liga qo'shilmaydi sushka.